السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hazreti Zeyd bin Halid Juhani radhiyallohu anhudan marwidir. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam debdirlar: kimiki ro'za tutgan bir kishini iftor qildirsa, o'sha ro'zadorga beriladigan savob barobarida savob anga ham berilur. Ro'zador savobidan hech bir narsa kam qilinmas. Ravohi Tirmizi. Har bir birodarki ro'zador birodariga iftor bersa, shuncha ajr oladigan iftor bergan birodarimiz shu kishiki qancha ro'za tutib savob olgan bo'lsa, shu kishining barobarcha savob Alloh taolo bu kishiga ham o'z xazonasidan berar ekan, iftor bergan kishiga. Ammo u ro'zador birodarining savobidan kamaymas ekan. Alloh taolo faqat o'z xazonasidan berar ekan. عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها anhadin marvidir. Bir kun Janob Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam ol kishining uylariga boribdilar. Ol kishi Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga taom keltirib qo'yibdilar. Janob debdilar: siz ham yeng. Ol kishi debdilar: man ro'za tutgan edim. Janob debdilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir ro'za tutgan odam oldida boshqalar taom yesalar, alar taomni xalos qilgunlaricha yo to'yganlaricha farishtalar ro'zador haqiga duo qilib tururlar. Ravohi Tirmizi. Bu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, nafila ro'za tutgan vaqtlarimizda bizlar bir birodarimizga borib qolsak, mehmon bo'lib va mehmon joyimiz ro'za bo'lib, oldimizga taomni qo'yib, bizga buyuring deb taom yeyishlikka marhamat qilgandan keyin bizlar ham aytsak, siz ham keyin barobar jimiz desak, uyning egasi men ro'zadorman deb jimay qarab tursa, masalan, shu mehmonlar onjib turguncha malaikalar shu uy egasiga ro'zador shu kishini haqqa duo qilib turar ekan debdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aziz birodarlarim, bizlar har bir ro'zadorga taom bersak, ana hadis sharifda eshitdik qancha fazilati bor ekan. Hozir bizlar ashar avoxirdamiz. Ashar avoxirdan fazilini, barakatini, fazilatlarini aytaversak juda ko'p. Albatta har bir ustozlardan, ulamolardan eshitganmiz, takroran hammamiz ham alhamdulillah bilamiz qancha fazilatlari bor, barakatlari bor. Takroran aytishlik albatta hojati bo'lmasa, bizlarga Alloh taolo hamisha tavfiq bersin amali solihlarni qilishligimizga. Va bizlar fe'lan ashar avoxir shunday fazilatli ayyomlarda yashayapmiz. Bizlarga Alloh taolo shu Ramazonning fazilatlaridan mahrum qilmasin va Babur Rayyan jannatning darvozasidan bizlarni kirishligimizga Alloh taolo kirishligimizni nasib qilsin
roza tutganlarımız sabab bolsun kirişligimizge. Mabodo bir tamballyk kılıp mahrum bolup kalmaýakki, şu Babur Rayyan darwazasyndan kiremiz diýen wagtymyzda betimize jabulup kalmasynki, roza tutgan jok ediňiz dep darwaza betimize jabulup kalsa keyin hili muşkul bolady. Şonuň üçin sizibizler şu günde oýlaýakki, şu darwaza biz betimizge jabulmasyn, rozany tutaýak, şu darwazaýky Babur Rayyan jannat darwazasy sizibizlerge açyk bolsun. Roza bar ibadatlardyň hammasy Allah bilen bandanyň ortasyda. Allah bilen banda biladi we başga bandalar bandanyň ahwalydan bilmeýid taky öze baýan bermese. Lekin Allah Taala bandalarynyň sirri fe'llaryny hem biladi, jahry fe'llaryny hem biladi. Allah bilen bandanyň ortasyda bolan bir ibadatga baýat bandalar Allahny körüp şo ibadatga dowam berişi, makam boluşy her birimizge zarur. Allah Taala mahrum kılmasyn Babur Rayyandan kirişligimizge hiç bir tamyzda. Hammamyzam Babur Rayyandan jannatga kirişligimizge Allah Taala nasip kılsyn. Allah hammamyzdan razı bolsun.